Bu shirinlikni tayyorlashga bor yo'q 10 ming so'm pulinglar ketadi. Ishonmasanglar videoni oxirigacha ko'ringlar. Buning uchun bizga 3 ta tuxum kerak bo'ladi. 3 ta tuxumni mikserlaymiz. Yaxshilab mikserlaganimizdan keyin ustidan 150 gram shakari ozgina-ozginadan solib olamiz qizlar. Agar shirin yaxshi ko'rsangiz, yana ozgincha qo'shsanglar bo'ladi. Lekin o'zi me'yori 150 gram. Ustidan limon sedrasi kerak bo'ladi. Shunaqa qirg'ichdan chiqara olamiz limonni ustidan. Va uni ustidan 150 gram unni solib aralashtiramiz. Agar suyuqroq massa bo'lsa, yana ozgina un qo'shib yorib, shunaqa quyuqroq massa qilamiz, lekin juda ham quyuq qilvormanglar. Massanglar shunaqa ko'rinishda bo'lish kerak va shunaqa salofanga solib olasizlar. Agar salofaninglar bo'lmasa, tayyor oddiy oq paketga solib, chetini kesib olsanglar ham bo'ladi. Qarasam listim shunaqa juda ham ahvol tang holatda ekan va menga Bavi yordamga keldi. Bavi Germaniya mahsuloti, gipoallergenik, dog'larni zo'r ketkazadi. Chirklarni, dog'larni, kiyimdagi dog'larni, даже kir moshinalarni ham zo'r tozalab beradi. Albatta sizlar ham olib ishlatib ko'ringlar. Korzinkada va Uzun marketdan olsanglar bo'ladi. 5 minut turgandan keyin listimiz shunaqa top-toza bo'lib oldi va shunaqa nasatkadan chiqarib 10 minutga gazga jo'nataveramiz. Ustiga shunaqa kunjut sepib chiqsangiz juda ham mazali bo'ladi. Menda shu retsept bo'yicha 2 ta list chiqdi shu ko'rinishda. Qizlar albatta tayyorlab ko'ringlar. Mazasi juda ham zo'r. Ayniqsa kino ko'rayotganinglarda mazza qilib o'tirib yeydigan pechenye bo'ladi.